Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlarga juda ham muhim shoshilinch xabar bilan murojaat qilmoqdaman. Ushbu ma'lumot ishonchim komilki, har bir pensioner uchun, shuningdek pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir fuqaro uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz ushbu videoni hozir tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy muammo yoki imkoniyat haqida gaplashamiz. Bu sizning kelajagingiz, farovonligingizga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlardir. Shuning uchun iltimos diqqat bilan eshiting va ushbu video ostidagi tugmani bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz har doim siz uchun dolzarb va hayotiy ahamiyatga molik ma'lumotlarni ulashamiz. Va albatta bu videoga like bosib qo'ying, toki boshqa pensionerlar ham bu muhim xabarni ko'ra olsinlar. Avvallari pensiya tizimi qanday ishlardi? Ko'pchiligimiz uchun bu jarayon ancha sodda va tushunarli edi. Siz ma'lum bir yoshga yetganingizda, ma'lum ish stajiga ega bo'lganingizda pensiya fondiga murojaat qilar edingiz. U yerda sizning hujjatlaringiz, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnomalar, oylik maoshlar haqidagi arxiv hujjatlari ko'rib chiqilar va shu asosda sizga pensiya tayinlanar edi. Bu tizim 10 yillar davomida amalda bo'lib keldi. Ko'pchilik uchun pensiya miqdori, hisob-kitob qoidalari nisbatan barqaror edi. Hatto ba'zi kichik o'zgarishlar kiritilsa ham ular jamoatchilikka keng tushuntirilar edi. O'zgarishlar asosan pensiya miqdorini indeksatsiya qilish, ya'ni inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish bilan bog'liq bo'lardi. Bu o'zgarishlar avtomatik tarzda amalga oshirilardi va pensionerlardan qo'shimcha hujjatlar yig'ish yoki qayergadir murojaat qilish talab etilmas edi. Shuning uchun ko'pchilik pensiya ta'minoti mening ishtirokimsiz avtomatik ishlaydi degan tushuncha bilan yashab keldi. Ammo azizlarim, endilikda vaziyat biroz o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi farmon va qarorlar pensiya ta'minoti tizimiga bir qator jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Bu o'zgarishlar faqatgina kelgusi pensionerlarga emas, balki hozirda pensiya olib turgan ko'plab fuqarolarga ham bevosita ta'sir qiladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, endilikda sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarga bo'lgan talablar kuchaytirildi. Xususan ayrim turdagi ish stajlarini hisoblash va tasdiqlashda yangi mexanizmlar joriy etildi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar sizning mehnat daftarchangizda yoki boshqa hujjatlaringizda ma'lum bir davrga oid noaniqliklar, xatolar yoki yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa, avval bu kichik yetishmovchiliklar mavjud bo'lsa, endilikda bu sizning pensiya miqdoringizga yoki umuman pensiya olish huquqingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi qoidalar ayniqsa murakkab ish stajiga ega bo'lganlar, masalan, harbiy xizmatchilar, tadbirkorlar, chet elda ishlaganlar yoki qishloq xo'jaligida norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanganlar uchun dolzarbdir. Hukumatning maqsadi pensiya tizimini shaffoflashtirish, adolatni ta'minlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini olish. Biroq bu jarayon ba'zi pensionerlar uchun qo'shimcha harakatlarni talab qiladi. Endi esa batafsil tahlilga o'tsak, kim nimalarni bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? Sizning ish stajingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlar, jumladan mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq va tartibda ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar siz ilgari turli tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa ular keyinchalik tugatilgan bo'lsa, bu ma'lumotlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi qonunchilikka ko'ra, ba'zi davrlardagi ish stajini tasdiqlash uchun nafaqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar, balki arxiv hujjatlari yoki hatto sud qarorlari talab qilinishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Ushbu o'zgarishlar birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga taalluqlidir. Ish stajining bir qismi norasmiy ravishda yoki hujjatlar bilan to'liq tasdiqlanmagan holda o'tgan fuqarolar. Masalan, ajoyib misol sifatida 65 yoshli O'jakbar amaki hayotini olsak, u kishi 1900 yillarning oxiri va 1980 yillarning boshlarida bir xususiy kooperativda 3 yil davomida quruvchi bo'lib ishlagan. O'sha paytda hujjatlar rasmiylashtirilishi soddaligi sababli uning mehnat daftarchasida faqatgina ishga qabul qilindi va ishdan bo'shatildi degan yozuv bor. Lekin oylik maoshlari to'g'risida yoki kasaba uyushmasi tomonidan tasdiqlangan ma'lumotnoma yo'q. Bugungi kunda bu kooperativ ham allaqachon tugatilgan. Avvalroq u kishi pensiyaga chiqqanda bu 3 yil stajga qo'shilgan edi. Biroq yangi qoidalar bo'yicha
pensiya jamg'armasi ushbu davrni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Agar Hoji Akbar amaki ushbu 3 yil uchun maoshlar to'langanligi yoki ish stajini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etmasa, bu davr uning umumiy stajidan chiqarib tashlanishi va pensiya miqdori kamayishi mumkin. Uning pensiyasi 2 million 300 ming so'm bo'lgan bo'lsa, ushbu 3 yil chiqarib tashlansa, pensiya miqdori 2 million so'mga tushishi mumkin. Bu esa oyiga 300 ming so'm yo'qotish demakdir. 2. Chet elda ishlagan va o'z ish stajini mahalliy qonunchilik bo'yicha rasmiylashtirmaganlar. Masalan, 58 yoshli Nodira opa erta yoshda turmush o'rtog'i bilan Rossiyaga ishlash uchun ketgan va u yerda 10 yil davomida to'qimachilik fabrikasida ishlagan. Uning Rossiyadagi mehr daftarchasi bor, lekin O'zbekistonda u hech qachon ish stajini rasmiylashtirmagan. U O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolgan. Avvalgi qonunchilikda chet el stajini tan olish tartibi biroz murakkab bo'lsa-da, imkonsiz emas edi. Endilikda esa xorijdagi ish stajini tan olish uchun xalqaro shartnomalar yoki maxsus kelishuvlar asosida aniq bir tartib joriy etildi. Agar Nodira opa Rossiyada ishlagan davrini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, ish beruvchidan ma'lumotnoma, oylik to'lovlar haqidagi bank ko'chirmalari, Rus pensiya fondi bilan bog'liqligi haqidagi hujjatlar o'zbek tiliga tarjima qilib notarial tasdiqlatmasa va yangi talablarga muvofiq taqdim etmasa, uning 10 yillik staji hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa uning pensiyasini sezilarli darajada kamaytirishi yoki hatto minimal pensiyaga tushirib qo'yishi mumkin. Agar uning potensial pensiyasi 2 million 500 ming so'm bo'lsa, 10 yil stajsiz bu 1 million 2 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. O'ti, mehnat daftarchasida xatolar, o'chirishlar yoki noto'g'ri yozuvlar mavjud bo'lgan fuqarolar. Misol uchun 32 yoshli Dilshod aka mehnat daftarchasida 1995-1998 yillarda ishlagan G'uncha MCJ nomidagi tashkilotning yozuvida muhr aniq bosilmagan yoki tashkilot nomi xato yozilgan. U paytda bunga hech kim e'tibor bermagan. Hozirda esa bu hujjatlarni qayta ko'rib chiqish jarayonida bu kabi xatolar pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan shubha ostiga olinadi. Agar Dilshod aka ushbu davrdagi ishi uchun G'uncha MCJdan agar u hali mavjud bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotnoma olib kelmasa yoki arxidan tasdiqlovchi hujjatlarni topa olmasa, u bu 3 yillik stajdan mahrum bo'lishi mumkin. Bu uning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Masalan, uning pensiyasi 2 million ming so'mdan 1 million 900 ming so'mga kamayishi mumkin. 4. Nogironligi tufayli pensiya oladiganlar yoki boquvchisini yo'qotganligi uchun pensiya oluvchilar. Masalan, yetim yoshli Gulnora opa tug'ma nogironligi tufayli doimiy ravishda pensiya oladi. Uning pensiyasi vaqti bilan tibbiy ko'riklar asosida yangilanib turar edi. Yangi qoidalarga ko'ra endi nafaqat nogironlik guruhi, balki uning sababi ham yanada aniqroq hujjatlar bilan tasdiqlanishi talab etiladi. Ba'zi hollarda kasallikning og'irligi darajasi bo'yicha qayta tibbiy ko'rikdan o'tish yoki kasallik tarixini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Agar Gulnora opa bu jarayonni o'z vaqtida amalga oshirmasa, uning pensiyasi vaqtincha to'xtatilishi yoki miqdori o'zgartirilishi mumkin. Uning hozirgi pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lsa, agar qayta ko'rikdan o'tmasa, miqdor minimal pensiya darajasiga tushib qolishi mumkin. Bu esa katta farqdir. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz quyidagi toifaga kirsangiz, siz unchalik xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Davlat tashkilotlarida doimiy ravishda rasmiy ish staji bilan ishlagan va barcha hujjatlari tartibda bo'lgan fuqarolar. Misol uchun, 2 yoshli Karim aka umr bo'yi o'qituvchi bo'lib ishlagan maktabda. Uning mehnat daftarchasi benuqson, barcha yozuvlar aniq, muhrlar joyida, oylik maoshlar to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq. U har doim rasmiy ro'yxatdan o'tgan, soliqlar to'langan. Uning pensiyasi har doim tartibda hisoblangan va to'langan. Yangi qoidalar Karim aka uchun hech qanday qo'shimcha harakatlarni talab qilmaydi. Uning pensiyasi avtomatik ravishda davom etadi. 2 ya shungadek o'z ish stajini tasdiqlash uchun barcha hujjatlarni va ma'lumotnomalarni oldindan yig'ib qo'ygan fuqarolar. Misol uchun 6 yoshli Zulfiya opa avvaldan uzoqni ko'ra biladigan ayol. U pensiya yoshiga yetmasdan bir necha yil avval hatto sobiq korxonasi tugatilgan bo'lsa ham, barcha arxivlarga murojaat qilib o'z ish stajini, oylik maoshlari haqidagi ma'lumotnomalarni yig'ib tartibga solib qo'ygan. Uning hamma hujjatlari mukammal holatda. Yangi qoidalar unga hech qanday muammo tug'dirmaydi.
Chunki u pensiya jamg'armasi talab qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarni allaqachon tayyorlab qo'ygan. 30 so'nggi bir necha yilda pensiyaga chiqqan va ularning hujjatlari pensiya jamg'armasi tomonidan yaqinda tekshirilib tasdiqlangan fuqarolar. Masalan, 63 yoshli Bahodir aka 1,5 yil oldin pensiyaga chiqqan. Uning hujjatlari o'sha paytda yangi qoidalar kiritilmagan bo'lsa-da, pensiya jamg'armasi tomonidan juda sinchkovlik bilan tekshirilgan. Bahodir aka ish staji bilan bog'liq ba'zi noaniqliklarni o'sha paytdayoq bartaraf etgan. Uning pensiyasi hozirda yangi qoidalar bo'yicha qayta hisob-kitob qilishni talab etmaydi. Chunki uning ishi yaqinda allaqachon tartibga solingan. Endi esa istisnolar, tuzoqlar va noaniq nozikliklarga to'xtalib o'tsak, yangi tizimda bir qator istisnolar va e'tibor berish lozim bo'lgan murakkab jihatlar mavjud. Masalan, ba'zi turdagi ish stajlari, jumladan bolalarga qarab o'tirilgan davr, nogiron bolalarga qarab o'tirilgan davr, harbiy xizmat davri kabi vaqtlar alohida tartibda hisobga olinadi. Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz, bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarning to'g'riligiga 2 karra e'tibor bering. Ba'zi holatlarda, masalan, agar siz qishloq xo'jaligida norasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi jamoa yoki shirkat xo'jaligi hozirda mavjud bo'lmasa, ish stajini tasdiqlash uchun sudga murojaat qilishdan boshqa yo'l qolmasligi mumkin. Bu juda uzoq va murakkab jarayon bo'lib, unga jiddiy tayyorgarlik ko'rishni talab etadi. Sudga murojaat qilishdan oldin mahalliy hokimiyat organlari, arxivlar va guvohlardan yozma tasdiqnomalar olishga harakat qilish zarur. Tuzoqlar, eng katta tuzoqlardan biri bu vaqtni bo'y berishdir. Ko'pchilik menda hamma hujjatlar joyida deb o'ylashi va keyinchalik muammolarga duch kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi tomonidan belgilanadigan aniq bir muddatga rioya qilmaslik pensiyaning qisqarishiga yoki butunlay to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, agar sizga ma'lum bir hujjatni taqdim etish uchun 3 oy muddat berilgan bo'lsa va siz uni o'z vaqtida olib kelmasangiz, jamg'arma sizning pensiyangizni vaqtincha muzlatib qo'yishi yoki ma'lum bir davr uchun stajni hisobdan chiqarishi mumkin. Ikkinchi tuzoq bu firibgarlarning tuzog'iga tushib qolish. Ba'zi shaxslar yangi qoidalardan foydalanib, go'yo pensiyani rasmiylashtirishda yordam berishni taklif qilishadi va buning evaziga katta pul talab qilishadi. Unutmangki, pensiya masalalari bo'yicha barcha murojaatlar faqat rasmiy davlat organlari orqali amalga oshirilishi kerak. Hech pensiyan o'z hisob raqamingizni begonalar bilan bo'lishmangki. Noaniq nozikliklar yangi qonunchilikda, masalan, bola parvarishi davri uchun pensiya stajini hisoblashda ba'zi yangi shartlar paydo bo'ldi. Avval bola parvarishi davri avtomatik ravishda stajga qo'shilar edi. Endilikda esa bu davrni tasdiqlovchi tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxasi, bola parvarishi bo'yicha ta'til haqidagi buyruq nusxasi kabi hujjatlar talab etilishi mumkin. Agar siz bir nechta farzandning onasi bo'lsangiz, har bir bola uchun alohida hujjatlar to'plamini tayyorlash talab qilinishi mumkin. Shuningdek, so'nggi yillarda qator tashkilotlar tugatilgani sababli ular faoliyatining arxiv hujjatlarini topish juda qiyin bo'lishi mumkin. Ba'zan arxivlar buzilgan, ba'zan esa hujjatlar yo'qolgan bo'ladi. Bunday holatda sizga sud orqali murojaat qilishdan boshqa chora qolmasligi mumkin. Bu esa yuqorida aytilganidek ancha murakkab yo'ldir. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerak, qayerga borishingiz kerak va nima yozishingiz kerak. Birinchi qadam pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga borib, o'zingizning shaxsiy ish stajingiz va pensiyangiz holati haqida ma'lumot oling. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni dastlabki ko'rib chiqishadi va sizda qanday kamchiliklar borligini yoki qaysi hujjatlarni yangilash kerakligini aytib berishadi. Bu juda muhim. Chunki har bir holat individualdir. Ikkinchi qadam hujjatlaringizni tartibga soling. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha. Pasportingiz asl nusxasi va nusxasi. 2. Mehnat daftarchangiz asl nusxasi va barcha sahifalarning nusxalari. Agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash yoki arxiv ma'lumotnomalar bilan almashtirish bo'yicha pensiya jamg'armasidan maslahat oling. 3. O'zgartirilgan mehnat daftarchasiga kiritilgan har bir yozuvni tasdiqlovchi qo'shimcha ma'lumotnomalar. Agar siz ishlagan korxona yoki tashkilot haligacha faoliyat yuritayotgan bo'lsa, u yerdan so'nggi 5 yil yoki 7 yildagi.
pensiya jamg'armasi talabiga binoan oylik maoshlar to'g'risida ma'lumotnoma oling. Bu ma'lumotnoma korxona blankasida rahbarning imzosi va muhr bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. 4. O'qish yoki harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar, diplom, harbiy bilet. Bu davrlar ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki bola parvarishi davri stajiga qo'shilishi kerak bo'lsa. 6. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma yoki boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya olayotgan bo'lsangiz, tegishli tibbiy xulosa va sud qarorlari. 7. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, chet eldagi ish beruvchidan ma'lumotnomalar, xorijiy pensiya fondi bilan bog'liqlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ularning o'zbek tiliga notayor tasdiqlangan tarjimalari. 3-qadam, arizani to'g'ri yozish. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda sizga standart shakldagi ariza blankasi beriladi. Siz ushbu blankani to'g'ri va to'liq to'ldirishingiz kerak. Agar sizda biror bir ish staji davri bilan bog'liq muammo bo'lsa, masalan, arxiv hujjatini topa olmaganingizda arizaga qo'shimcha ravishda tushuntirish xati yozishingiz mumkin. Unda siz ushbu davrni nega tasdiqlay olmaganingizni, qanday harakatlar qilganingizni batafsil bayon qilasiz. Bu kelajakda sud orqali stajni tasdiqlashda ham yordam berishi mumkin. 4-qadam, qo'shimcha maslahatlar. Barcha hujjatlaringizning bir nechta nusxasini olib qo'ying. Original hujjatlarni hech qachon hech kimga bermang, faqat ko'rsating. Pensiya jamg'armasi xodim bilan muloqot paytida har bir savolingizga aniq javob olishga harakat qiling. Agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa, qayta so'rashdan tortinmang. Agar sizga sudga murojaat qilish kerakligi aytilsa, tajribali huquqshunos yoki advokat bilan maslahatlashing. Sud ishlari murakkab bo'lishi mumkin va professional yordam sizga katta yordam beradi. Internetdagi rasmiy manbalardan, masalan, pensiya jamg'armasining veb saytidan yoki Adliya vazirligining portallaridan yangiliklar va o'zgarishlarni kuzatib boring. Aziz do'stlar, bugungi ma'lumotlarimizni yakunlar ekanman. Yana bir bor ta'kidlashni istardimki, bu o'zgarishlar shunchaki bir byurokratik jarayon emas, balki sizning kelajakdagi moddiy ta'minotingizga bevosita ta'sir qiluvchi jiddiy masaladir. Buni e'tiborsiz qoldirmang. Vaqtni boy bermang. Bugunoq harakatni boshlang. Sizning pensiyangiz, sizning huquqlaringiz bu sizning himoyalanganligingizdir. Ushbu murakkab va ba'zida tushunarsiz bo'lgan tizimda o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun faol bo'ling. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar, mulohazalar yoki o'z shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos ushbu video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizga doimo muhim va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.